Men achinaman. Shuncha yil pul topibman-ku, lekin shu yoqqa kelmaganim uchun achinaman. Assalomu alaykum Muyassar opa. Yaxshimisiz? Rahmat. Bir necha savollar beramiz. Inshaalloh javob beradigan bo'lsangiz, xursand bo'lamiz. Faqat samimiy, bor gapni aytsangiz. Albatta. Mana shu narsa ochiqchasiga bo'ladi. Xo'sh, savollarimizning birinchisi, umra safaringizda eng ko'p esda qoladigan xotiralaringizdan biri qaysi bo'ldi? Voy, nima desam bo'ladi? Eng yaxshi xotiram albatta Kabani birinchi ko'rish. Kabani birinchi ko'rishi bu hamma uchun menimcha juda ham bir ilohiy narsa desam bo'larmikin yoki bir inson uchun menimcha eng buyuk, eng menimcha muqaddas narsa menimcha islom dinida, bizning dinimizda Kabatulloh birinchidan. Shuni ko'rgani o'zi menimcha insonni o'zi birinchi ko'rgani o'zida jo'shqinlanib ketadi, to'lqinlanib ketadi. Qaysidir ma'noda o'zi oddiy bino, lekin haybati butun insoniyatning qalbini egallaydigan darajada. Judayam, mashalloh. Ibodatlaringiz davomida topgan narsangiz nima bo'ldi? Halovat. Agar meni fikrimcha dastur, ya'ni umra dasturi to'liq tashkillashtirilmaganda odamda bunaqa halovat Bo'lmasdi. Bo'lmas. Xo'sh, kelasi safar kimlar bilan birga kelgan bo'lar edingiz? Ota-onam, ahli-oilam va do'stlarim bilan. Savolimiz, ziyoratlar davomida qaysi muborak manzil sizni ko'proq ajablantirdi? Madina, Makka. Albatta, ravzalari Rasululloh alayhissalomning birinchi bu ravzalari, chunki u yoqda buyuk insonlar yotishibdi. Haqiqiy jannat bog'laridan biri bog'a. Juda tinch, sokinlik. Shunaqangi sokinlikchi, men unaqa sokinlik hech qachon ko'rmaganman. Как будто shaharga глушитель qo'yilgan. İnsanlarni tepasiga ham, mashinalarga ham bilmayman, juda ham sokinlik. Birinchidan Madina yoqdi menga sokinligi. Umra safaringizda eng ko'p esda qoladigan xotirangizdan biri? Bu ravzada ibodat qilgan kunimiz bo'ldi. Ya'ni Alloh shunaqa nasib qildiki, tahajjud, bomdod va janoza namozini o'qishni nasib qildi o'sha yerda. Ravzada imom orqasida. Ziyoratlar davomida qaysi muborak manzil sizni ko'proq ajablantirdi? Meni oldin kelganlarimni ham hech nasib qilmagan. Bunisida nasib qildi. Alloh ochib qo'ydi yo'limizni Qiblatay masjidi. Ikki qiblali masjid. O'sha kirib ham ikkalaga namoz o'qishni nasib qildi. Xo'sh, inshaalloh kelasi safar kelganingizda yana kimlar bilan kelgan bo'lardingiz? Voy, kim bilan? Albatta oilam, nabiralarim, bolalarim, kelinlarim, o'g'illarim, yaqinlarim. Hamma quvonch, xursandchiliklar bor, lekin o'zingizga albatta. Ayniqsa bu yerda yosh bolalar juda ko'p ekan, ko'rganimda har bittasini o'f olaman. Qani yonimda bo'lsa edi deyman. Albatta inshaalloh duo qildik. Keyingi safar oila ahlim bilan hammamiz bekam ko'z to'la to'kis kelishga. Inshaalloh. Yana shu premium paketni sotib olishga albatta sizlarni yana bir Xudo xolasa shu narsaga